Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Vassalatu vassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Muhtaram azizlar, xo'p, Odam alayhissalatu vassalom qissalarida davom etayotgan ekanmiz. Bu zotni navbat demak yaratilishlik vaqtidagi hollarni zikr qilayotgan ekanmiz. Muarrixlar aytadilarki, lamma aradallohu an yakhluqa Adama awha ila al-ard. Otamiz Odam alayhissalatu vassalomni yaratilishlikni maslahati bo'ldi. Xo'p, yaratildilar. Yaratilishlik vaqtlarida Alloh taolo yerga vahiy qildi. Vahiy qilib aytdiki, men o'zimni o'rinbosarimni sendan yaratmoqchiman. Faminhum man yuti'uni. Ulardan ba'zilari menga itoat qiladi, ularni jannatga kirgizaman. Ammo ulardan ba'zilari menga isyon qilib gunoh qiladi, ularni do'zaxda yoqaman deb Alloh yerga buyurdi. Shunda yer aytdiki, minni takhluqu xalqan yakunu lin-nar. Ey Parvardigoro, shu mendan do'zaxga nasiba bo'ladigan maxluqni yaratasanmi? Shu mendan yaralgan narsa do'zaxda yonadimi? Alloh taolo aytdiki, ha, meni irodam shunaqa. Shunda yer yig'ladi. Yig'lagan vaqtda yerdan buloqlar otilib chiqdi. Shu buloqlar qiyomatga qadar otilib chiqaverar ekan. Ana shunday debdilar muarrixlar. Ya'ni o'sha qayerdagi bir buloq otilgan bo'lsa, u yerni dodvoyi u degan ekan. Qarangki, do'zaxni zikrini eshitib turib, yer shunaqa bo'lib qoldi. Qiyomatga qadar yig'laydigan bo'lib qoldi. Xo'p, shunda Jabroil alayhissalomni Alloh taolo jo'natib, bor, o'sha yerni to'rala tomonidan turpoq olib kelgin deb, qorasidan, oqidan, qizilidan, yaxshisidan u yomonidan, hosildoridan u behosilidan hammasidan olib keldi Alloh. Hamma turidan olib kelishga yerga keldilar, tushdilar. Falamma ataha, yerga yaqinlashganlarida olishlik uchun yer aytdiki, sen bilan meni yaratgan zot Allohning nomi bilan sendan so'raymanki, ey Jabroil, shu mendan olmagin, mendan shu odamga xamir turish olmagin. Chunki mendan boshqa narsa bilan ham Alloh taolo yarataman desa yarataveradi. Shu aynan mendan olmagin, shu inson mendan yaralmasin. Chunki men bildimki, bu mendan yaralib ertaga do'zaxda ham kuyar ekan bu. Men xohlamayman do'zaxga nasiba bo'lishdi. Jabroil alayhissalom qaytib keldilar, olmadilar. Parvardigorga kelib aytdilarki, seni ismi azamini o'rtaga qo'yib turib, bir narsani iltimos qiluvdi, yo'q deya olmadim men dedilar. Alloh taoloning eng ulug' ismini o'rtaga qo'yib turib so'ragan ekanlar-da. U ism zikr qilingandan keyin u o'rtaga hech narsa tusha olmay qolar ekan. Alloh taoloning ismini, eng ulug' ismingni o'rtaga qo'yib turib, qo'y mendan olmagin dedi. Men shu olmasdan rahmim kelib kelaverdim. Alloh taolo Mikoil alayhissalomni jo'natdi. Boring siz bo'lmasa. Kishi ham keldilar, yana dodvoy qilib, shu mendan olmagin, mendan bo'lgan odam kuyadimi do'zaxda? Menga rahm qilgin deb dodvoy qildi yer. Bu kishi ham qaytib borib, Parvardigor shunaqa deb dodvoy qiluvdi, rahmim kelib qaytib keldim. Ya'ni Alloh taolo Azroil alayhissalomni jo'natdi. Boring. Siz ham boringchi. Kelib yana aytdi, yana yer aytdiki, shunaqa mendan olsang shu do'zaxda yonadimi? Menga rahm qilgin. Dedi, yo'q. Men senga rahm qilmayman. Chunki men seni yaratgan zotga osiy bo'lishdan qo'rqaman. Xudo olib kel dedimi, olib boraman deb yerdan olib ketgan ekanlar. Bu kishida rahm shafqat bo'lmadi. Alloh taboraka va taolo buni behikmat jo'natmagan ekan. Shundan keyin bu kishini olib borganlarini ko'rib, ha, ama rahimtal arda hina tadarra'ta ilayk. Ey Azroil, bu yerga rahm qilmadingmi? Senga tazarru qilib dodvoy qilganda. Qolganlar rahm qilib kelishdi-ku. Dedi Alloh taologa Azroil alayhisalom aytdilarki, seni buyrug'ingga osiy bo'lishdan ko'ra uni dodvoyiga osiy bo'lishda afzal deb bildim. Seni rizoligingga qarshi chiqqan odamni men yoqtirmayman. Seni irodang shunaqa bo'ldimi? Bunga u albatta xo'p deyish kerak edi. U ham maxluq-ku bizga o'xshagan. Shuning uchun seni buyrug'ingni hamma maxluqni buyrug'idan ustun deb bildim.
Sanga osiy bo'lishdan qo'rqib, men aytgan narsani vaqtida bajarib keldim. Alloh taolo aytdiki, ha, unaqa bo'lsa, shu odamni jonini oladigan ham o'zing bo'lding endi degan ekan. Chunki senda rahim shafqat yo'q ekan. Yig'layotgan bola chaqasiga qaramaydi, qolib ketayotgan xotiniga qaramaydi, moli dunyosiga qaramaydi. Demak, sen bu ishga layoqating yaxshi ekan. Ertaga bu bunga jon beraman, buni tiriltiraman. Vaqtiki vaqt soati yetganda u jonni olishlik uchta vazifasi ham senga qoldi endi Alloh taolo. Mana bu bilan bitta bir ish bu kishiga yuklandi. Ravzatul ulamo degan kitobning sohiblari aytdilarki, olib ketdilar, yer dodib yig'ladi. Parvardigor, mendan olib ketildi, odam yaratishlik uchun mendan nasiba olib ketildi. Endi meni kamayib qoldim-ku men bir yaratilgan yer degan narsa edim. Mendan olib ketildi, har tomonimdan oq, qora, qizil, qora hamma yo'qdan olib ketildi. Meni bir bo'lagim yo'qolib qoldi. Nima bo'ladi endi? Alloh taboraka va taolo aytdiki, xotirjam bo'l, sendan turpoq qilib olingan bo'lsa, undan ham chiroyli qilib senga qaytariladi bular hal. Ya'ni vafot qilganda kafanlanayotgan paytda janob payg'ambarimiz aytdilarki, mayyitni xushbo'ylantiringlar. Unga atir chashinglar, kafanini xushbo'ylantiringlar. Uni Robbisini oldiga xushbo'y bo'lib borsin dedilar. Hikmati ba'da ekan, sendan bunday bir qora turpoq olib ketilgan bo'lsa, senga bundan ham go'zal qilib, xushbo'y qilib oldinga yana olib kelinadi. Xotirjam bo'lgin dedi Alloh. Shu bilan Azroil alayhisalom yerdan olgan nasibalarini olib bordilar va jannatni suvlarida xamir qilindi, loylari qorildi. Alloh taboraka va taolo Odam alayhissalomning jasadini nima qildi? O'zini qo'li bilan, qo'li qanaqaligini o'zi biladi. Parvardigor o'zi odam bolasini, otamiz Odam alayhissalomning xamirini, loyini yasadi. Bu ish jannatda bo'lgan edi. Mufassirlar, ahli tarix aytadilarki, ixtilof ham bor ekan-u, qayerda Odam alayhissalomning loylari yasaladi desa, jannatda yasaldi. Alloh taolo jannatda yasadi. Hadisi qudusiyda Alloh taolo aytadiki, "Xammartu tinata Adam biyaday 40 sabahan." Bandam odamni loyini 40 kun, har bir kuni dunyo kuniga 1000 yilga to'g'ri keladi. Shunaqa muddatli yildan 40 kunda men Odam alayhissalomning loyini nima qildim? Qoridim deydi Alloh taolo. Ya'ni bu iymon keltiriladigan hadislardan ichi surishtirilmaydi. Alloh taolo mana shunday qilib bu kishini jannatda demak loylarini yasadi. Shuning uchun turpoqlarning rangi har xil joydan olib kelinganligi uchun odam bolasining rangi ham shunga qarab bo'ldi. Bug'doy rang joydan bo'lsa bug'doy rang, sariq bo'lsa sariq, oqi bo'lsa oq, yana ham qoraroq bo'lsa, qirt qorasi bo'lsa u masalan nima? Qora, mashnaqa bo'lib odam bolasining rangi olingan xamir turishining rangiga o'xshab ixtilofli bo'ldi, ya'ni har xil bo'ldi. Aytadilarki, "Summa amtara alayhi matara surur, amtara alayhi matara al-huzni 39 sana." Alloh taolo Odam alayhisolatu vassalomni loylarini yasalgandan keyin u kishini demak o'sha yasalgan jasadlarini Alloh taolo qurisin deb Jazirai Arabga, Toif bilan Makkani o'rtasidagi Jazirai Arabga, quyosh eng issiq bo'ladigan joyga Alloh taolo shunday haykallarini, loylarini qo'yib qo'ydi. Hadislar har xil keladi. 40 yil turdilar deydi, bir xilgisi 400 yil. Alloh biladi. Shu 40 yil Jazirai Arabda loylari turib, shu darajada quridilarki, borib chertsiz chiniga o'xshab ovoz chiqadigan holga keldilar. Buni otini Alloh Qur'onda min solsolin kalfaxor deydi. Ya'ni solsol deb o'sha chertiganda ovoz chiqadigan darajada qurigan loyda otini solsol deydi. Shu darajaga yetib keldilar. Va ya'ni bu kishining badanlari suvda shimiydigan darajada qurigandan keyin Alloh taboraka va taolo bu kishini jon kirmagan jasadlariga 39 yil yomg'ir yog'dirdi. Bu yomg'irda oti qayg'u yomg'iri edi. Musibat, qayg'u, xafagarchilik, huzun, qayg'u yomg'irini Alloh jasadlarini ustiga 39 yil yog'dirdi. 39 yil yomg'ir yoqqandan keyin uni shimib quruvdilar. Ana undan keyin 1 yil yana yomg'ir yog'di.
bu jasad ustiga. U qanaqa yomg'ir esa, bu xursandchilik, ne'mat, shodu xurramlik yomg'iri edi. Ya'ni falidalika kasuratul humum. Shuning uchun odam bolasini hayotida g'am tashvish ko'p bo'ldi. 39 yil g'am yomg'iri yog'dirildi, keyin oxirida 1 yil xursandchilik yomg'iri yog'dirildi. Shuning uchun odam bolasini hayotida 10 ta xafagarchilik bo'lsa, keyin oqibati yaxshilik bilan tugaydi. Oqibatida 1 yil xursandchilik yomg'iri yog'dirildi. Hikmat shuki, demak 10 ta musibat ko'rganda oxirida bitta xursandchilik ko'rsa, tepadagi 10 ta musibatni esdan chiqarib yuboradi odam. Odamning tabiati shunday yaratildi. Shunga ishora bo'lish uchun Alloh mana shuni nima qildi? Alloma Ibn Kasir Al-Bidoya va Nihoya degan kitoblarda buni keltiradi. Demak, mana shu darajada bu ishlar Allohning hikmati bilan bo'layotgan, yaralishlari shunaqa holatda bo'ldi. O'sha podshoh taxtda o'tirib, o'sha nimani tepasida shoir Mushfiqiyning davrida o'tgan Marg'ilonning xoni o'sha turgan vaqtda o'zlari podshoh ekanlar. Shu muzofotda xoni ekanlar. Shunda aytgan ekanlar: "O'zim shohi jahondurman, g'amim ketmas nadandandir." Taxtda o'tirib podshohlar shu aytdilarda, "O'zim butun shohman, hamma narsa qo'limda. O'zim shohi jahondurman, butun dunyoga podshoman, bitta mamlakatning podshosiman-u, lekin manetdagi g'am ketmaydi. Bu nimadan ekan? Hamma yo'q yetarli-ku, baribir manetcha g'alati. Xuddi bir tashchi bor odamdaqa turadi bu odama, podshoh bo'lsa ham. Buni tagiga men tushunmayman-da", dedilar. Yonlarida turgan shoir Mushfiqiy javobiga aytgan ekanlarki, "Azalda g'am suvi bilan sug'orilgan badandandir" degan ekanlar. Mana u gapni o'qigan ekanlar. Mana u tafsirni ko'rgan zotlar bo'lgan ekanlar. Ya'ni o otamiz Odam alayhissalomning jasadiga 39 yil g'am yomg'irini Alloh yog'dirib qo'ygan. Bu xamir turishingizda bor bu. Keyin 1 yil xursandchilik bo'lgan. Shuning uchun hamma yo'q yetarli bo'lsa ham bir narsa kamdaqa diqqat o'tirilaveradi. Bu o'sha tepadagi taqdiri ilohiy deb shoir Mushfiqiy javob bergan ekan. Shuning uchun otamiz Odam alayhissalomning hollari shunaqa bo'ldi. Va kanatil malaikatu yamurruna alayh. Farishtalar bu kishini jasadlarini atroflaridan o'tar edi. So'ngra olib chiqildi tepaga. U yerda ular yata'ajjabuna min husni suratihi. Juda ham bir go'zal odamni Alloh yaratib qo'ygan. Malaikalar olib chiqishdi jannatga yana bu kishining jasadlarini. Va tulu qomatihi, qomatlarini uzunligini ko'rib juda havas qilishardi. Chunki bu kishining bo'ylarini uzunligi sahih hadislarda bo'ylarini uzunligi 60 ziro bo'lgan. Ya'ni 60 ziro degani bir zirosi borinki 60 santimetrdan 36 metr bo'lgan. Odam alayhisolatu vassalomning bo'ylari salkam 40 metrga yaqin bo'lganlar kishi bo'ylari. Shu kishini uzun qomatli zotni Alloh shunaqa qilib yasab qo'ydi endi. Kishini ko'rishib, havas qilishib, hatto boshlari xuddi bulutga tegadigan darajada bir juda go'zal qomatda turibdi. Shunda malaikalar yonlaridan o'tib havas qilishdi. Shunda shayton alayhi la'na ham farishtalarning ichida ekan, bu ham o'tdi. O'tib bu nima uchun yaratildi ekan bu deb borib jasadlarni bunday chertib ko'rgan ekan. Fa iza huwa ajfaf. Qarasa ichi bo'm-bo'sh teshik, yasab qo'yilgan shakllari-yu, ichida hech narsa yo'q hali. Fadakhala fihi. Qiziqib shayton alayhi la'na u malaikalarning ichida ustoz bo'lib ilmli edi-da u. Asli shayton bo'lmasdan oldin ibodati, ilmini ko'pligidan Allohning yaqin bandalaridan edi u. Ya'ni ichlariga kirdi. Odam alayhissalomni tasavvur qiling, 40 metrlik yasab qo'yilgan haykallarning ichiga kirdi. Kirib u tomonga bordi, qarasa teshik-teshik jasadlardan iborat, og'iz tomonlardan kirib u oyoqlarining orasidan chiqdi. Shunda vaqola li ashabihi, farishtalarga yana aytdiki, bu ichida hech narsa turmaydigan bir ichi bo'm-bo'sh narsa ekan-ku bu, dedi. Shunda yana farishtalarga aytdiki, agar shu xo'p Alloh yaratadigan maxluq shu bo'lsa, shuni oti odam bo'lsa, agar bu ertaga bizdan martabasi ulug' qilinsa, nima qilasizlar? Dedi farishtalarga, nutiy robbana. Farishtalar aytdiki, biz Robbimizga itoat qilamiz. Shuni bizdan afzal qildimi?
bo'ynimizni egamiz afzalligini tan olamiz. Shunda shayton alayhillani oti Azozil edi o'sha paytda. Shunda shayton alayhillani ichida aytgan ekanki, yo'q, mabodo bu bizdan ustun bo'lmaydi-yu, ammo bu bizdan martabasi ulug' bo'ladigan bo'lsa, men umuman buni tan olmayman afzaliyatligini deb hasad o'sha yerdan boshlandi. Yer yuzida birinchi paydo bo'lgan gunoh bu hasad edi. Shu zotni ko'ra olmay qoldi. Va jama'a buzoqahu fi famihi va alqahu alayhi, va og'ziga tuprugini to'plab Odam alayhisalom tomonga nima qildi? Go'yoki nafratlangandaqa bir tupurgan bo'ldi. Uni tupurugi ala mawdi'i surrati Adama, Odam alayhisalomni kindiy tomonlariga kelib qonlariga yopishib qolgan ekan. Hasad qilib tupurib yubordi. Fa amarallohu Jibril faqawwara buzaqal la'in min batni Adama. Hazrat Jabroil alayhisalomga Alloh buyurdiki, bor tezda ana o hasadgo'yni tupurigini men yaratayotgan zotni qonidan olib qo'y bor. Jabroil alayhisolatu vassalom kelib, shayton alayhillaning tupurigini otamiz Odam alayhisalomning qonlarida o'sha kindiy, hozirgi kindiy bo'lib turgan joyga shuni yopishgan ekan. O'sha yerdan bunday burab olganliklari uchun o'sha yer o'shnaqa chuqur bo'ldi. O'sha yerga bitta shakl kirdi. Shuni oldilar, hammasini yig'ishtirib olganliklari uchun. Hech narsa qolmadi. Fahufratus surrati min taqriri Jibril. Insonda kindigini burama chuqurligi Jabroil alayhisalomning deb burab olishlaridan paydo bo'ldi. Va xalaqallohu min tilkal qawara kalban. Shu olib turib tashavordilar tupuriydi. Olib turib tashavorilgan iblis shayton alayhillani tupurigidan Alloh itni yaratdi. It degan bir badjahl hayvon paydo bo'ldi. Valil kalbi thalasu khisalin. Ammo shu itda 3 ta xislat paydo bo'ldi. Birinchisi, Odam alayhissalomga do'st bo'ldi. Odam bolasiga o'zini yaqin olib xizmatini qiladigan do'st bo'ldi. Nimaga? Likawnihi min tina. O'sha zotni loylariga bitta yopishib chiqqanligi uchun. Tegdi-da, odamning jasadiga bitta tegib qo'ydi. Va ikkinchisi, va tulu saharihi fil layali min asari masjid. Endi bu kechalari bilan bedor bo'lib uxlamaydi. Kechalari uyqu yo'q bunga. Alloh bundan uyquni kechasi olib qo'ydi. Nimaga? Bu maloikalarga xos bo'lgan xislat edi, do'st xudolarda fazilati edi. Jabroil alayhisalomning qo'llari tekkanligi uchun bu barakot unga o'tib ketdi. Ya'ni kechasi bilan uxlamaydigan bedor maxluqqa aylandi. Va adduhul inson, ammo tishlashligi, baqirishligi, odamlarga ozor berishligi bu shayton alayhillani og'zidan chiqqanligi uchun shaytondagi sifat bunga o'tib ketdi. Demak, otamiz Odam alayhissalom xuliqa Adamu ba'dal asr yawmal jum'a, juma kuni asrdan keyin Alloh taolo u kishini yaratdi. Juma kunida bo'lgan edi bu ish. Va summiya bi Adama likawnihi min adimil ars. Otamiz Odam alayhissalomni Odam deb ismlanishligining sababi yerni tepa qismidan olib yaratilganliklari uchun. Yerni tepadagi hosildor qismini arablar adim deydi. Ya'ni adama degani tepasidagi hosildor joyi. Shu tepadagi qismdan olib yaratilganliklari uchun Adam, ya'ni yerni tepadagi qismidan olindi degan ma'noni berdi. Shuning uchun Odam deb ot qo'yildi. Valamma aradallohu an yunfaqa fihi ar-ruh, ana yana u kishiga jon kirgizishlikni Alloh taolo buyurdi va jon ruhni buyurdiki, endi kir. Ruh kelib yonlariga qaraydiki, ichi qop qorong'i, bir tushib bo'lmaydigan, joylashib bo'lmaydigan bir uzun, bir qomatli narsani ichiga kirish kerak ruh, jon. Kirishlikka unamasdan men shunday ba'idul qar, chuqur bo'lgan shunaqangi bir joyga, qorong'i bo'lgan joyga men qana qilib tushaman deb o'ylanuvdi. Alloh aytdiki, udxul, kir dedi. Yana buyurdi Alloh taolo. Yana o'ylanib uzr aytib qana kiraman. Shunda Alloh taboraka va taolo ruhga amr qildiki, udxul kurhan vaxruj kurhan. Majburiy kirasan, oxirida ham majburiy chiqasan dedi Alloh taolo. Ya'ni mana bunday bo'ldi bizning holimizki, jon ham majburiy kirdi, ertaga chiqish ham majburiy bo'lar ekan. Ya'ni umr tugab, o'lim soatlari kelganda uni maloikalar majburlab olib ketar ekanda, o'zidan o'tib ketmas ekan. Mana bu demak hikmat mana shu bilan bo'ldi. Valiza la yakhruju ar-ruhu min al-badan illa kurhan
falamma nafakhahu fihi ana endi jon kirishni boshladi. Otamiz Odam alayhissalomni bosh tomonlaridan va peshonalaridan, quloqlaridan va tillariga demak nima bo'ldi? Jon kirdi va jasadlarini hammasiga jon yetib bordi. Nima? Fatta balagha qadamayhi, oyoqlariga yetib bordi. Falam yajid manfazan, chiqib ketadigan joy topolmasdan qaytib kelib chiqib ketaman deb burunga kelgan ekan. Shu burunga kelganlarida kuchkirib yubordilar. Kuchkirgan vaqtlarida faqala lahu robbuhu, Alloh taboraka va taolo otamiz Odam alayhissalomga aytdiki: "Ey odam, alhamdulillahi robbil alamin demaysanmi? Buni odati shu endi. Shuna bo'lgan vaqtda menga hamd aytasan" dedi Alloh taolo. Birinchi aytilgan ibodat buyruq shu bo'ldi. Shunda otamiz Odam alayhissalom alhamdulillahi robbil alamin dedilar. Alloh taolo yana o'zi javob qilib aytdiki: "Yarhamukalloh, senga meni rahmim bo'lsin, rahmatim bo'lsin, mag'firatim bo'lsin" deb Alloh o'zi javob qildi. Shuning uchun kuchkirish sunnat, kuchkirishdagi hamd aytishlik sunnat bo'lsa, javobi vojib bo'ldi. Yarhamukalloh deyish vojib bo'ldi. Nimaga? Bu javobni Robbil olaminda o'zi aytibdi. Shuning uchun vojib. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.